Assalomu alaykum do'stlar, xormeylar. Navbatdagi darsimizga navbat keldi. Bu darsda biznes qilmoqchi bo'lganlar, biznes qilayotganlar, qanaqa qilib biznes ochsamikin deganlar yaxshilab eshitish kerak. Chunki bugungi mavzuyimizning nomi biznesdagi huquqiy jihatlar, biznesning huquqiy jihatlari deb nomlanadi. Bugun biz sizlar bilan dars davomida tadbirkorlik faoliyatining tashkiliy huquqiy shakllari, soliq solish tartibi, biznesni ro'yxatdan o'tkazish hamda biznesdagi eng ko'p uchraydigan ayrim huquqiy xatolar bo'yicha gaplashamiz. Demak, tadbirkorlikning tashkiliy huquqiy shakllaridan boshlaymiz. Demak, birinchisi bu yakka tartibdagi tadbirkor, YTT. Bu demak o'sha yuridik shaxs tashkil etmasdan turib, tadbirkorlik faoliyatini amalga oshiradigan jismoniy shaxslar haqida aytiladi. Demak, kichik tadbirkorlik subyektlari o'sha yakka tartibdagi tadbirkorlik ochgan holda, ya'ni ro'yxatdan o'tkazgan holda faoliyatlarni amalga oshirishlari mumkin. Amaldagi qonunchilikka muvofiq bank hisob raqamini ochgandan so'ng YTT mehnat shartnomasi asosida 5 nafargacha xodimni ishga olishga haqqi bor, bemalol olib turib xodimlarni ishlatishi mumkin. Shu bilan birga YTT o'z xodimlari uchun mehnat daftarchasini yurita olmaydi. YTTni ochish uchun yagona darchaga borib turib yoki MyGov'ga kirib turib o'sha YTT sifatida ro'yxatdan o'tish degan knopka bosiladi. Shu bilan bo'ldi, YTT ochildi. Ya'ni pasport danlilaringizga YTT ochiladi. Borib turib bankdan hisob raqam ochasiz, bo'ldi, faoliyatingizni boshlaysiz. Demak, uni afzalliklari bor hamda kamchiliklari bor. Afzalliklari haqida gapirsak, tez va oson ro'yxatdan o'tkaziladi. Ro'yxatdan o'tishda ustav kapitali talab qilinmaydi. Demak, olingan foyda shaxsiy mulki hisoblanadi. Soddalashtirilgan soliqqa solish tartibi tanlash imkoniyati mavjud. Demak, xarajatlari nisbatan qolganlarga nisbatan arzon, praktik deyarli yo'q xarajatlari. Yashash manzili bo'yicha ro'yxatdan o'tkazish mumkin. Alohida yuridik manzil taqdim etish talab qilinmaydi. Faoliyatni osonlik bilan tugash mumkin. Qanday ochsangiz, shularni bitta knopkani bosasiz, yopiladi, tema bo'ldi. 100 million so'mgacha bo'lgan pul aylanmasida hisobchi, ya'ni buxgalterlar ham shart emas. Endi ozgina kamchiliklari ham bor. Faoliyat turlarini cheklangan miqdori, ya'ni hamma faoliyatni ham YTT orqali amalga oshira olmaysiz. Deylik, YTT orqali tibbiyot xizmatlarini, ya'ni xirurg xizmatlarini ko'rsatib bo'lmaydi yoki YTT ochgan holda yurist xizmatlarini ko'rsatib bo'lmaydi. Shunga o'xshagan, ya'ni faoliyat turlari cheklangan. Shaxsiy mulki evaziga to'liq moddiy javobgarlik. To'g'ri, ochish oson, lekin bir narsani neto qilib qo'ysangiz, shaxsiy mulkingiz bilan javob berasiz. Mashinangiz bilan, uyingiz bilan, pulingiz bilan etagdal. Investorlar va yirik hamkorlar tomonidan ishonch darajasi unchalik yuqori bo'lmaydi. Kimsiz sizsa va YTT desa, tushunarli deb qo'yishadi, bo'ldi. YTTni sotish, qayta tashkil qilish imkoniyati yo'q. Agar mas'uliyat cheklangan jamiyatni bemalol sotsa bo'lsa, YTTni siz sota olmaysiz. Demak, do'stlar, keyingi tashkiliy huquqiy shaklimiz bu xususiy korxona, HK deb qo'yishadi. Demak, bu mulkdor bo'lgan yagona jismoniy shaxs tomonidan tuzilgan va boshqariladigan tijoratchi tashkilot hisoblanadi. Ishtirokchilar soni faqatgina bir kishi. Bitta odam o'zi ochadi va o'zi direktor bo'ladi, o'zi rahbarlik qiladi, hamma joyga o'zi bo'ladi. Xususiy korxona egasi agar korxonaning mol mulki yetarli bo'lmasa, o'zini xususiy korxonaning majburiyatlari bo'lsa, o'zini shaxsiy, o'ziga tegishli bo'lgan mol mulki bilan bemalol o'sha CPni majburiyatlari bo'yicha u ham javob beradi. Ya'ni korxonaning qarzlari bo'yicha barcha shaxsiy mulki bilan o'zini javob beradi. O'shani YTTga o'xshab. Keyingisi, mas'uliyat cheklangan jamiyat, MCH deb qo'yishadi. Bu bir yoki bir nechta shaxs tomonidan tashkil etiladigan tadbirkorlik subyekti. Uning ustav fondi, demak, ulushlarga bo'linadi. Ustav fond degan nimani tushunamiz? Bu o'sha kompaniyani ta'sischilar, egalari tomonidan kompaniya faoliyatiga, rivojlanishiga hissa qo'shadigan mablag'lar miqdori. Ya'ni MCH ta'sischilar tomonidan o'sha o'zlarining birgalikdagi pullarini yig'ib turib, yoki mulklarni ham kiritish mumkin, birgalikda o'sha biznesni rivojlantirish uchun sarflaydigan pullari, o'sha boshida kiritiladigan pullari ustav fond deb ataladi. Demak, jamiyat a'zolari jismoniy va yuridik shaxslar bo'lishi mumkin. Ularning maksimal soni 50 tadan oshmasligi kerak. Bittadan 50 tagacha bu o'sha mas'uliyat cheklangan jamiyat. Mas'uliyat cheklangan jamiyatning ishtirokchilari uning majburiyatlari bo'yicha javobgar bo'lmaydilar va jamiyat faoliyati bilan bog'liq zararlar uchun o'zlari qo'shgan hissalari qiymati doirasida javob bo'ladilar, xolos. YTTda, xususiy korxonada, demak, o'sha ta'sischi shaxs o'zini shaxsiy mulki bilan javob bersa, mas'uliyat cheklangan jamiyatda o'sha mas'uliyat cheklangan jamiyatga kiritgan ulushi, ya'ni 5 million kiritdim, 5 million. Bitta mashina kiritdim, bitta mashina. Faqat
o'sha mulki doirasida javob beradi. O'zini uyidagi shaxsiy mulki bilan javob berishi kerak bo'lmaydi. Bu narsa uni shaxsiy mulkiga umuman aloqasi bo'lmaydi. Jamiyatning ta'sis hujjatlari, ta'sis shartnomasi va jamiyat ustavi hisoblanadi. Demak, bunda ham, конечно же, o'zining afzalliklari bor va o'zining kamchiliklari. Demak, afzalliklardan biri bu O'zbekiston Respublikasida taqiqlanmagan любой faoliyat turiga shug'ullanish mumkin. U taqiqlanmagan bo'lsa bo'ldi, bemalol bosaveradi. U chegaralanmagan, mana bu narsani qilish mumkin emas degan. Qissa bo'ladimi? Bo'ldi. Ya'ni MTJ любойni qilaveradi. Javobgarlik ustav kapitali doirasida direktorni tayinlash va unga barcha majburiyatlarni topshirish imkoniyati mavjud. Ya'ni xususiy korxonada ham ta'sischi ham direktor o'zingiz bo'lishingiz kerak. Mas'uliyat cheklangan jamiyatda bemalol 5-6 ta ta'sischi bo'lsa, ular bitta direktorni tayinlab turib, direktorga barcha vakolatni berib, direktor kompaniyani boshqarishi mumkin. MTJdagi ulushning boshqalar foydasiga o'tkazilishi, ya'ni siz bemalol biznesingizni o'sha mas'uliyat cheklangan jamiyatdagi foydangizni, ulushingizni sotgan holda siz biznesingizni sotishingiz mumkin. Xususiy korxonada bu narsaning imkoniyati yo'q. Ishtirokchilar istalgan vaqtda jamiyatdagi ulushlarni sotib yoki kimgadir hadya qilib yoki berib jamiyatdan chiqib ketishlari yoki kirishlari mumkin. Endi kamchiliklar haqida gaplashamiz. Kamchiliklari o'sha ro'yxatdan o'tkazib turganda, demak, YTT xususiy korxonaga nisbatan qo'shimcha hujjat taqdim qilinishi kerak bo'ladi. Undan keyin buxgalter olish kerak. Misol uchun, olmasangiz ham bo'ladi. Qonunchilikda buxgalter bo'lsin degan talabi yo'q, no? Baribir buxgalter olishga to'g'ri keladi, chunki murakkab hisob-kitoblar bo'ladi. Bitta narsani tushunishlaring kerak, xususiy korxona bilan YTT bu kichikroq biznesga. Kattaroq biznes qilaman desangiz, unda o'sha MTJ ochishingiz kerak va sizga unda demak o'sha hisobchi, ya'ni buxgalter kerak bo'ladi. Har xil hisobotlar berilishi kerak. Statistikadan telefon qiladi, налоговойdan telefon qiladi, aytdan qiladi, batdan qiladi. Mana shunaqangi bir отчетlarni berib borish kerak bo'ladi. Mana bu ham bir katta bir kamchiligi desa bo'ladi. Atak asosan O'zbekistondagi eng qulay, demak, tashkiliy huquqiy shakl bu o'sha mas'uliyat cheklangan jamiyatda. O'shaning uchun ham bularning soni bugungi kunda 200 mingtadan oshiq butun respublika bo'yicha. Endi mas'uliyatda cheklangan jamiyatdagi ishtirokchilar soni 50 tadan oshadigan bo'lsa, demak, u mas'uliyat cheklangan jamiyat aksiyadorlik jamiyatiga aylanishi kerak. Keyingi huquqiy shakl bu tashkiliy huquqiy shakl bu aksiyadorlik jamiyati. Aksiyadorlik jamiyati AJ deb qo'yishadi. Demak, ustav fondi aksiyadorlarning aksiyadorlik jamiyatiga nisbatan huquqlarni tasdiqlovchi ma'lum bir miqdorda aksiyalarga taqsimlangan tijorat tashkiloti, o'sha AJ deb, ya'ni aksiyadorlik jamiyati deb ataladi. Demak, jismoniy yoki yuridik shaxs kompaniyaning ustav kapitaliga mablag' kiritishi orqali aksionerga aylanadi. Ya'ni, mana bilasizlar, banklar bor, Ipak Yo'li bank, NBU bank yoki Kol metallurgiya zavodi aksiyadorlik jamiyati, AGMK, NGMK deymiz. Ular hammasi mana aksiyadorlik jamiyatlari. Ularda aksiyalari birjalarda sotiladi. Siz birjaga kirib turib, deylik, 1 million so'mga aksiyasini sotib olsangiz, siz o'sha aksiyadorlik jamiyatini aksiyadoriga aylanasiz. Aksiyadorlar jamiyatning majburiyatlari yuzasidan javobgar bo'lmaydilar. Siz 1 million so'mga aksiyani sotib olsangiz, ertaga aksiyadorlik jamiyati kimgadir katta qarz bo'lib qolsa, unga siz javob bermaysiz. Siz faqat o'sha aksiyangizni yo'qotib qo'yishingiz mumkin xolos. Demak, o'sha o'zingiz tikkan pulga kuyishingiz mumkin xolos. Qolgan narsasiga hammasiga aksiyadorlik jamiyatining o'zi javob beradi. Demak, aksiyadorlik jamiyatining mulki aksiyadorga emas, balki jamiyatga tegishli bo'ladi va u o'zi nomidan faoliyat yuritadi. Keyingi huquqiy shaklga o'tamiz. Bu bugungi kunda O'zbekistonda juda ham rivojlangan boshqa bu o'sha oilaviy tadbirkorlik. Oilaviy tadbirkorlik bu o'sha oila a'zolari tomonidan tavakkal qilib va o'z mulkiy javobgarligi ostida daromad olish maqsadida amalga oshiriladigan faoliyat hisoblanadi. Oila tadbirkorlik yuridik shaxsni tashkil etgan holda yoki yuridik shaxsni tashkil etmagan holda amalga oshirilishi mumkin. Demak, oilaviy korxona OK deb qo'yishadi. O'sha yuridik shaxs sifatida tashkil etilishi bilan amalga oshiriladigan oilaviy tadbirkorlikning tashkiliy huquqiy shakli hisoblanadi. Oilaviy korxonaning o'ziga yarasha xususiyatlari bor. Demak, birinchisi, oilaviy korxonaning ishtirokchilari sifatida turmush o'rtog'i, ularning farzandlari, demak, nabiralari, ota-onalari va boshqa mehnatga layoqatli bo'lgan va mehnat layoqati yoshiga yetgan boshqa qarindoshlar ham bo'lishi mumkin. Amaki, tog'a, xola, pochcha va hokazo. Qarindoshlik darajasi bo'lsa bo'ldi. Oilaviy korxonaning ishtirokchisi
faqat muomala layoqatiga ega shaxslar bo'lishi mumkin xolos. Agar muomala layoqati bo'lmasa, sud qaror bo'lsa, ular oilaviy korxona a'zosi hisoblana olmaydi, men qarindosh bo'lganim bilan. Demak, ishtirokchilarning minimal soni esa kamida 2 ta bo'lishi kerak. Kamida 2 kishi oilaviy korxona ochishi mumkin. Oilaviy korxona faqat yuridik shaxs tashkil etish orqali faoliyatni amalga oshirishi mumkin. Demak, qonunchilikka muvofiq ishchilarni ham yollashi mumkin. Bundan tashqari davlat organlarining mansabdor shaxslari, shuningdek qonunchilikda tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi taqiqlangan boshqa shaxslar oilaviy korxonaning ishtirokchisi bo'la olmaydi. Agar deylik sizning xo'jayiningiz yoki ayolingiz yoki ham o'sha oilaviy korxonaga a'zo bo'lib kiraman degan shaxs u yoki bu davlat idorasi xodimi hisoblansa va unga tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish taqiqlangan bo'lsa, u конечно o'sha oilaviy korxona a'zosi bo'la olmaydi. Bir oilaviy korxonaning ishtirokchisi bir vaqtning o'zida boshqa oilaviy korxonaning ishtirokchisi bo'lishi mumkin. Pajolista, bunga ruxsat. Pajol xohlasangiz 10 ta oilaviy korxonaning ishtirokchisi bo'ling. Ana ko'pgina qarindoshlar bir nechta oilaviy korxonalar ham ochishi mumkin. Pajolista, bunga hech qanaqa cheklov yo'q. Agar korxonada qarzlarni to'lash uchun yetarli mablag' bo'lmasa, ishtirokchilar majburiyatlari bo'yicha o'ziga tegishli bo'lgan shaxsiy mulki bilan ham javob beradi. Ras oilaviy biznesmi, shu oiladagi barcha mulklar olib turib o'sha qarzlarni yopishga yo'naltiriladi. Demak, shu bilan birga yuridik shaxs tashkil etmagan oilaviy tadbirkorlik subyektlari ular 5 nafargacha doimiy ishchi yollashi va ular bilan birga o'sha mehnat shartnomasi tuzishi huquqiga ega. Bu endi qisqacha ma'lumot o'sha oilaviy korxonalar, oilaviy tadbirkorlik faoliyati haqida. Endi dalshi. Demak, do'stlar, O'zbekiston Respublikasida bugun xabaringlar bor. Bugungi kunda O'zbekistonda chet elliklar juda ham ko'p, chet ellik xorijiy investitsiyalar kirib kelyapti va ular uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida bizning respublikamizda aynan o'sha chet elliklarda ishlashga qulay bo'lish uchun, ular demak imtiyozlardan foydalanishi uchun ham demak joriy etilgan huquqiy tashkiliy shakllar bor. Mana O'zbekiston Respublikasi hududida chet el kapitali ishtirokidagi yuridik shaxs mas'uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi xorijiy korxona va mas'uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi qo'shma korxona sifatida tuzilishi mumkin. Ularning o'rtasida ozgina farq bor, ko'p emas. Demak, ustav kapitali, ustav miqdori, ustav fondi miqdori demak 400 million so'mdan ortiq bo'lishi kerak. Kamida 400 million so'm. Bu o'sha MTJ qo'shma korxona, MTJ xorijiy korxonaga ham tegishli. Toshkent shahrida kamida 400 million so'm bo'lishi kerak ustav kapitali. Endi ta'sischilar tarkibida farqi bor. Ta'sischilar tarkibida demak MTJ qo'shma korxonada tarkibida jismoniy va yoki yuridik shaxslar, O'zbekiston Respublikasi rezidentlari bor hamda inostranslar bor. MTJ xorijiy korxonada esa barcha ta'sischilar xorijiy jismoniy va yuridik shaxslar hisoblanadi. Ya'ni xorijiy korxonada 100% ulush o'sha xorijiy yo yuridik shaxslar yo jismoniy shaxslarga, qo'shma korxonada xorijiy ulush kamida 15% dan kam bo'lmagan bo'lishi kerak. Qolgani bizni o'sha местный, ya'ni o'zimizning rezidentlarga tegishli bo'lishi kerak. Mana nimaga ochiladi desanglar, ayrim imtiyozlar, deylik mana shunaqangi qo'shma korxonalar yoki o'sha xorijiy korxonalarga ayrim bir prezidentning ayrim qarorlari bilan, Vazir Mahkamasi ayrim qarorlari bilan ularga ayrim bir imtiyozlar berilishi mumkin. O'shaning uchun ham ularda mana bunaqangi ustav fondiga bo'lgan talablar bor, 400 million. O'shaning uchun ham ular mana shunaqangi ligotalarni, ya'ni imtiyozlarni olishlari mumkin. Keyingi tashkiliy huquqiy shakl bu o'zini o'zi band qilgan shaxs. Bu demak yangi forma, O'zbekistonda oldin yo'q edi, yaqinda bir 2 yil, 3 yil oldin paydo bo'ldi bu narsa. Bu o'sha shaxsiy mehnati asosida daromadga ega bo'lish maqsadida jismoniy va yuridik shaxslarga xizmatlar ko'rsatish, ish bajarish bo'yicha mustaqil faoliyat yuritadigan jismoniy shaxs o'sha o'zini o'zi band qilgan shaxs deb ataladi. Katta bo'lmagan kichik bir bizneslarga o'ylab topilgan narsa hukumat tomonidan. Mana repetitorlar bor, kosiblar bor, malyarlar bor yoki ham Rossiyada ishlab turgan migrantlarimiz bor, SMM'chilar bor, dizaynerlar bor. Shunga o'xshagan har xil kasb egalari uchun o'ylab topilgan narsa bo'ldi bu va bu narsa bugungi kunda juda ham faol rivojlanib kelyapti. O'zini o'zi band qilgan shaxs mehnat stajini hisoblashi va rag'batlantirish imtiyozlaridan foydalanishi huquqi bilan soliq organlarida ro'yxatdan o'tadilar. Endi o'zini o'zi band qilgan holda ro'yxatdan o'tish uchun soliq organiga yetib borish kerak emas. Mana bu telefonlar orqali
demak soliq uz prilojeniyasi bor. Soliq uz prilojeniyasiga kirib turib, demak siz bemalol o'zingizni band qilgan holda o'zingiz ro'yxatdan o'tkazishingiz mumkin. Bundan tashqari o'sha deylik o'sha MyGov tizimi bor, davlat onlayn portal. O'sha yerga ham kirib turib, bemalol o'zini o'zi band qilgan holda ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. O'zini o'zi band qilgan shaxs bo'lishning afzalliklari mavjud. Bu o'sha uyda ishlash uchun qonuniy imkoniyat, bemalol tasdiqlangan mehnat staji va pensiyasi, rasmiy daromad, minimal soliqlar, o'z-o'ziga rahbar, mijozlar bazasini kengaytirish imkoniyati va ham jismoniy, ham yuridik shaxslar, shu jumladan xorijiy yuridik shaxslar bilan bemalol to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar imzolab, ularga xizmat ko'rsatish imkoniyati yaratiladi. Endi o'zini o'zi band qilgan shaxs bo'lishda ham o'ziga yarasha ozgina kamchiliklari bor. Asosiy eng katta kamchilik bu o'sha faoliyat turini miqdori cheklanganligi. Demak, hamma faoliyatni ham o'zini band qilgan holda amalga oshira olmaysiz. Buning uchun o'sha Vazirlar Mahkamasining prezidenti qarori bor. O'sha yerda 80 dan ziyod faoliyat turlari bor. Uni mantiqga ilovasini ham qoldirib qo'yamiz. Sizlar bemalol kirib demak ko'rishlaring mumkin bo'ladi. O'sha ro'yxat doimiy o'zgartirib turiladi. Qaysidir faoliyatlar olib tashlanadi, qaysidir faoliyatlar kiritiladi. Mana misol uchun taksistlar faoliyati yo'q edi, yaqinda kiritib qo'yildi. Endilikda taksistlar ham bemalol o'zini o'zi band qilgan holda ro'yxatdan o'tib turib, o'sha taksistlik faoliyatini bilan shug'ullanib turib, ana pensiyaga ertaga stajga ega bo'ladi va sootветственно o'sha yoshi yetgandan keyin pensiyaga chiqqandan keyin pensiya oladi. Demak, ishchi yollashga ruxsat berilmaydi. Bu ham kamchilik. O'zini o'zi band qilgan shaxs o'z faoliyatini faqat o'zi, непосредственно o'zi amalga oshirish kerak. Endi o'zini o'zi band qilgan shaxslar yakka tartibdagi tadbirkor bo'lishi mumkin emas. Yo unisi bo'lishi kerak, yo bunisi bo'lishi kerak. Ikkalasidan bittasini tanlash kerak. Demak, do'stlar, bu o'sha huquqiy tashkiliy shakllar haqidagi informatsiya edi va ularning kamchiliklari hamda afzalliklari haqida informatsiya edi. Kelinglar endi sizlar bilan soliqlar haqida gaplashamiz. Ya'ni o'sha yuridik shaxslarni, YTT va o'zini o'zi band qilgan shaxslarni soliqqa solish tartibini ko'rib chiqamiz. Yuridik shaxslar bugungi kunda O'zbekistonda yuridik shaxslarga quyidagi soliqlar solinadi. Birinchisi bu o'sha aylanmadan olinadigan soliq. Asosan bu o'sha 4% hisoblanadi. Agar yillik umumiy daromadi 1 milliard so'mdan oshmagan bo'lsa, o'sha aylanmadan olinadigan soliq. Ya'ni uprashonniy, soddalashtirilgan soliqqa solish tartibi deyiladi. Bu o'sha 4% to'lab qo'yishadi. Foyda solig'i bor. Foyda solig'i hamda qo'shilgan qiymat solig'i. Bu o'sha agar yillik oboroti, yillik umumiy daromad, ya'ni oborot aylanmasi 1 milliard so'mdan oshgan bo'lsa, u yoki bu yuridik shaxsda. Demak, u yuridik shaxs avtomatik tarzda NDS to'lovchiga aylanadi-da va foyda solig'i to'lashni boshlaydi. Foyda solig'i bugungi kunda O'zbekistonda 15%, qo'shilgan qiymat solig'i esa 12%. Bu o'sha kurs olinib turgan davrga aytilib turgan ma'lumotlar. Agar kursiz keyinroq ko'rsangiz, demak siz o'sha soliq kodeksiga kirib, soliqlarning aktual razmerini, ya'ni miqdorini bilib olishingiz mumkin. Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i, demak agar ishga qabul qilingan xodimlar bo'lsa, ijtimoiy soliq, u ham o'sha xodimlarga nisbatan to'lanadi. Agar tamaki mahsuloti yoki boshqa aksiz to'lanadigan faoliyat bilan shug'ullanadigan bo'lsa, demak aksiz solig'i ham to'lanadi. Yeri, joyi bo'lsa, yer solig'i to'lanadi hamda mol-mulki bo'lsa, mol-mulk solig'i to'lanadi. Va qonunchilikda belgilangan boshqa soliq turlari bo'lishi mumkin. Endi налоговый kodeksga o'zgartirish kiritishsa, yana yangi soliqlarni joriy etishlari mumkin. YTT tomonidan to'lanadigan soliq solish tartibini ko'rib chiqamiz. Bugungi kunda yakka tartibdagi tadbirkorlar quyidagi soliqlarni to'laydi. Agar oboroti deylik 100 million so'mgacha bo'lsa, ular o'sha baza hisoblash miqdorini 1 baravarini har oyda to'lashadi. Agar oboroti 1 yillik oboroti 100 million so'mdan baland bo'lsa, lekin 500 million so'mdan kam bo'lsa, ular demak stavka bo'yicha 4% lik stavka bo'yicha demak ular soliq to'lashadi. Agar ularni oboroti уже 500 milliondan yuqori, lekin 1 milliarddan kamroq bo'lsa, qat'iy belgilangan soliqni ham to'lashlari mumkin. Bu yangi joriy qilingan fiksirованный soliq solish tizimi. Bu mas'uliyat cheklangan jamiyatlarga ham taalluqli. Mana faraz qilinglar, oborotlarning 500 million so'mgacha bo'lsa, yiliga 25 million so'm to'lab qo'yasizlar. Oborotlaring
1 milliard so'mgacha 500 milliondan yuqori, lekin 1 milliard so'mgacha bo'lsa, unda yiliga 34 million so'm to'lab qo'yasizlar. Buni oyma-oy bo'lib to'lash ham mumkin, lekin bittada ham to'lab qo'yish mumkin. Buni afzallik taraflari o'sha dividend solig'i to'lanmaydi. Dalshi jismoniy o'sha yakka tartibli tadbirkorlar bo'yicha ko'rib chiqamiz. Yakka tartibdagi tadbirkorlar soliq solish tizimida qo'shimcha o'sha jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i bo'ladi. Qat'iy belgilangan miqdor bo'yicha 12% stavka bo'yicha agar o'sha ishga qabul qilingan xodimlari bo'lsa. Bundan tashqari agar yillik aylanmasi 1 milliard so'mdan oshgan bo'lsa, bular ham o'sha mas'uliyat cheklangan jamiyatga o'xshab foyda solig'i hamda qo'shilgan qiymat solig'iga o'tadilar. Qo'shilgan qiymat solig'i bilasizlar 12%, foyda solig'i 15%. Do'stlar, bu o'sha yakka tartibdagi tadbirkorni soliqqa solish tartibi to'g'risidagi ma'lumot edi. Endilikda o'zini o'zi band qilgan shaxslarni soliq solish masalasini ko'rib chiqamiz. O'zini o'zi band qilgan shaxslar yiliga bir marta bazaviy hisoblash miqdorini 1 baravardan kam bo'lmagan miqdorda ijtimoiy soliq to'lashadi. Lekin eslatib o'tamiz, shu 2024-yil, ya'ni shu yilning boshidan boshlab, demak o'zini o'zi band qilgan shaxslar daromadlari agar ularning yillik daromadi 100 million so'mdan oshadigan bo'lsa, ular ham o'sha 4% stavkaga o'tadigan bo'ldi. O'sha uprashonligiga agar o'sha yakka tartibdagi tadbirkorlar kabi agar ularniki ham deylik o'sha 1 milliarddan oshadigan bo'lsa, ular ham o'sha deylik qo'shilgan qiymat solig'i hamda foyda solig'iga o'tadigan qilib qo'yishdi. Oldin ular qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar oboroti 5 milliard 10 milliard bo'lsa ham faqatgina bazaviy solish miqdori 1 baravarni to'lab qo'yardi. Endilikda bu tartib bekor qilindi. Faqat oboroti 100 million so'mgacha bo'lsa, o'sha 1 baravarni to'lab qo'yadi BXMda. Agar oshsa bo'ldi, el qatori 4%, undan keyin o'sha foyda solig'i 15% hamda NDS dan 12% ga o'tadigan bo'ldi. Do'stlar, bu o'sha soliq solish tizimi haqida ma'lumot edi. Endi kelinglar sizlar bilan o'sha biznesni ro'yxatdan o'tkazish haqida gaplashamiz. Dastlabki ma'lumotlarni yig'ish kerak. Biznes ro'yxatdan o'tkazishdan oldin bu birinchisi o'sha faoliyat turini tanlashingiz kerak. Tashkiliy huquqiy shaklda aniqlab olishingiz kerak. Sizga xususiy korxona kerakmi? Sizga mas'uliyat cheklangan jamiyat kerakmi? Qo'shma korxona kerakmi? Nima kerak? Keyingisi o'sha soliqqa solish tizimini tanlaysiz. Bosh-boshdan NDSlik qilmoqchimisiz? Uprashonniymi yoki fiksirovaniymi? Keyin firma nomini tanlaysiz. Tanlangan nom o'sha qonunchilik talablariga muvofiq bo'lishi kerak. Yoki zanit bo'lgan bo'lsa yoki agar qonun talablariga zid bo'lsa, u nom ana spesial onlayn platforma bor, o'sha yerdan tekshirib olsangiz bo'ladi. Agar o'tadigan bo'lsa, galachka chiqadi, o'tmaydigan bo'lsa, krestik chiqadi. Dalshi ta'sis hujjatlarini tayyorlash kerak. Ustav va ta'sis shartnomasi, umumiy yig'ilish bayonnomasi, yuridik manzilga ega bo'lish kerak hamda davlat ro'yxatidan dalshi o'tkazish kerak. Endi davlat mana shu hujjatlar hammasi tayyor bo'lgandan keyin davlat ro'yxatidan o'tkazish tartibi boshlanadi. Davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun Davlat xizmatlari markaziga bevosita borib turib, yagona darcha deb qo'yamiz, borib turib o'sha hujjatlar taqdim qilinadi. O'sha yerda davlat xizmati markazlari xodimlari demak sizni firmangizni ro'yxatdan o'tkazib berishlari mumkin. Agar siz bormoqchi bo'lsangiz, buni onlayn ham qilsa bo'ladi. new.birdarcha.uz sayti orqali onlayn ro'yxatdan o'tasiz. Demak, onlayn ro'yxatdan o'tish uchun sizga elektron raqamli imzo kerak bo'ladi. Uni davlat xizmatlari markazlarida yoki o'sha e-imzo veb sayti orqali olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'tkazilgani to'g'risidagi guvohnoma beriladi. Siz registratsiya qilib bo'lganingizdan keyin, ana undan keyin dastlabki hujjatlar tayyorlab qo'yishingiz kerak. Birinchisi o'sha direktorni tayyorlashingiz kerak. Uning uchun o'sha direktor tayyorlanganligi to'g'risida buyruq chiqarib qo'yasiz. O'sha qarorlar qabul qilib qo'yasiz. Undan tashqari direktor bilan mehnat shartnomasini ham tuzib qo'yasiz. Undan keyin yuridik shaxs uchun muhr zakaz qilasiz. Lekin muhr bo'lish bo'lmasligi o'zingizga havola. Xohlasangiz muhrni ishlatasiz, xohlasangiz muhrsiz faoliyat yuritasiz. Pechat nazarda tutilyapti muhr deganda. Undan keyin borib turib bankka, direktor o'zi boradi bankka va hisob raqam ochadi. Endi firma ochilgandan keyin yana bitta narsa, soliq idoralariga borib turib firmani o'sha kalitini yoki yagona darchaga borib turib firmani kalitini olishingiz kerak. ECP kalitini, elektron sifrovoy kalitini o'sha firmani kaliti orqali kirib turib kabinetga o'sha moliyaviy masalalar bo'yicha qo'llar qo'yiladi. Keyin o'sha direktor borib turib bankka hisob raqam ochadi va mana firma, ya'ni yuridik shaxs faoliyati boshlanadi va bemalol faoliyat yuritish mumkin bo'ladi. Do'stlar, bu o'sha biznesni ro'yxatdan o'tkazish to'g'risidagi ma'lumot edi. Endi oxirida, darsimiz oxirida o'sha bugungi kunda ko'p biznesmenlar yoki biznesni boshlamoqchi bo'lgan shaxslar tomonidan biznesda yo'l qo'yiladigan ayrim
xatolar, ko'pchilik yo'l qo'yadigan ayrim xatolar haqida gaplashamiz. Demak, birinchisi bu o'sha tashkiliy huquqiy shaklni faoliyat maqsadlari va vazifasiga mos kelmasligi. Sizga ko'chma korxona kerak yoki sizga xususiy korxona kerak edi, siz MTJ ochib qo'ydingiz yoki tam YTT ochib qo'ydingiz yoki oilaviy korxona ochib qo'ydingiz. Demak, keyingisi ustav faoliyatdagi ustav faoliyat turi noto'g'ri belgilanganligi, ustav faoliyatda mana bunaqa faoliyat bilan shug'ullanaman deyapti-da, asosiy faoliyatlarni kiritmagan yoki qo'shimcha qilmoqchi bo'lgan faoliyatlarni kiritmagan. Shunda, misol uchun o'sha ustavda nizomda boshqa faoliyatda ham shug'ullansa bo'ladi deb kiritib ketmaganda, shuning uchun ustavni qaytadan registratsiyadan o'tkazish, ro'yxatdan o'tkazish holatlari ko'p kuzatiladi. O'shaning uchun bunga ham yaxshilab e'tibor berish kerak. Litsenziya yo'qligi, ya'ni qonunchilikda litsenziya talab qilinadigan faoliyatni litsenziya olmasdan turib amalga oshirishi. Bu ham juda noto'g'ri. Bo'laveradi, kim ham nima deydi, kim bilib o'tiribdi deydi. Lekin bir kun kelib yopishtirsa, unda katta shtraf qilishi mumkin. O'zini huquqiy bilimlariga kerakdan ko'proq ishonib yuboradi-da, yurist kerak emas deb o'ylaydi ayrim bir masalalarda. Shartnoma tuzishda, boshqa qilishda mana bu ham ko'p uchraydigan xato, chunki ertaga agar siz o'zingiz qilsangiz va kamchiliklarga yo'l qo'ygan bo'lsangiz, bu narsa sizni vaqtingizni, pulingizni, nervingizni ketishiga sabab bo'ladi. Undan ko'ra o'sha spetsialistga murojaat qilish kerak. U hisobchi, buxgalter bo'ladimi, налоговик bo'ladimi, yurist bo'ladimi va hokazo. Keyin o'sha yana ko'pchilik yo'l qo'yadigan xato bu o'sha mehnat sohasidagi qonunchilikni buzilishi, o'sha ko'p ish beruvchilar yoki biznes egalari xodimlarga nisbatan qilgan munosabatida elementar shartnomalar yo'qligida yoki o'sha mehnat qonunchiliklari buzilish holatlari ham juda ko'p uchraydi. Buni bilgan inspeksiya yoki boshqa organlar kelib turib shtraf qiladi va jazo choralarini qo'llaydi. Juda ham ko'p uchraydigan muammolardan biri o'sha biznes egalarida biznesni ochishda shartnoma bilan ishlamaslik. Ko'pchilik gentlemenskiy соглашение qiladi, naqd pul bilan ishlaydi, boshqa qiladi va buni oqibatida juda ham ko'plab qarzdorliklar, urush janjallar vujudga keladi. O'shaning uchun hamisha faoliyat qaysi yo'nalish bo'lishidan qat'iy nazar, kim bilan hamkorlik qilishingizdan qat'iy nazar, albatta shu shartnomani tuzib chiqishga va uni shartnoma gрамотный bo'lishiga e'tibor qaratsangiz, mana shu maqsadga muvofiq bo'ladi. Do'stlar, bu o'sha bugungi kundagi o'sha yuridik jihatlar bo'ldi, biznesdagi yuridik jihatlar bo'ldi. Biz sizlar bilan biznesda, ya'ni tadbirkorlik faoliyatidagi demak tashkiliy huquqiy jihatlar, soliq solish tartibi, demak biznesni ro'yxatdan o'tkazish hamda o'sha yo'l qo'yiladigan biznesni amalga oshirib turganda yo'l qo'yiladigan ayrim kamchiliklar haqida so'z olib bordik va sizlar bilan bu narsalar haqida muhokama qildik. Ko'pchilikka tushunarli bo'ladi degan umiddaman. U narsani tushunmagan bo'lsalaring, bilaman juda ham qiyin, chunki mavzu ham o'zi oson emas, murakkab, lekin juda ham foydali. Yana videoni qaytadan ko'rib chiqsalaring, qayta tushunib olishlaring mumkin deb tavsiya qilib qolaman. Bizni kuzatganlaring uchun tashakkur. Sizlar uchun juda ham ko'p harakat qilyapmiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.